Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Hammani xavotirga qo'ydim. Uzr, mana charchagan yuzimni ham mana shunaqa effektlar bilan yopmasak, juda xafa bo'lib yotibman. Savolga kelsak, agar bu yoqqa kelmoqchi bo'lsanglar, foydasi bo'lsa bo'ladiki, zarari bo'lmaydi. Undan tashqari yaxshi doktorlarga ham ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi va doktor klinikalar haqida bemalol mendan ma'lumot olsangiz bo'ladi. Kelganinglarda ham aynan klinika mavzusi bo'yicha hamma narsani tashkillashtirib berib, bosh-qosh bo'lib turishi mumkin bo'ladi. Telegramimni shu yerda yozib qoldiraman. Har gal savol javob qilganimda shu savol keladi menga. Taqdir Allohdan bizni nimadir deganimiz bilan Alloh nimani yozgan bo'lsa o'sha bo'ladi. Xo'jayinim, конечно, yo'q, o'zbeklarga bermaymiz deydilar. Bersak ham shartlarimizni qo'yamiz deb gapiradilar. Men aytaman, xayrlisi nima bo'lsa o'sha bo'ladi. Unaqa katta gapirmagin. O'rslan maqoli bor-ku. Никогда не говори никогда degan, o'shanga amal qilgan holda Allohdan faqat xayrli, iymonli, sofli umr yo'ldosh so'rab qolaman farzandlarim uchun, o'g'limga ham, qizlarimga ham. Turk fuqaroligini olganingizda O'zbekiston fuqaroligidan hech kim sizni chiqarib yubormaydi. Chiqish uchun siz zaявление tashlaysiz, zaявление ko'rib chiqiladi va uni shaxsan prezident imzolaydi. Fuqarolikdan chiqarishi. O'shaning uchun bu oson protsedura emasligini bilaman. Men chiqmaganman. Chiqish shart degan qonun ham yo'q. Mumkin emas, lekin shart va bunga jinoiy javobgarlik bor degan narsa ham yo'q. Lekin mumkin emas, buni bilaman. Men bittasi rosa sushiga borgisi kelyapti. Istanbuldagilar qo'linglarni ko'tarib boringlar. Bir sushi uchrashuv tashkil qilib yuboraylik rostdan ham. Уже meni nechta navaram bor, eko navaralar. Bular ham o'shalardan bittasi Asali Muhammadim meni. Kular yuzli bolachada, Asal shunaqa shirin tug'ilgan, mashalloh. Men o'zim uni birinchi bo'lib ko'rganlardanman desam. To embrion paytidan ko'rganman uni. Polniy eko protsedurasida boshidan oxirigacha birga turganman shu qizimiz bilan va haligacha shunaqa qalin inoq bo'lib ketganmiz. Вообще o'zimni qizimdek, o'zimni navaramdek yaxshi ko'ramiz. Restoranimizning alohida xonasi borligiga qaraganda, qarama-qarashlik so'rovlaringizni menga o'zaldan yozing, men sizga javob beraman. Men yana bitta yig'ilish xohlagan sinimiz borlar. Men har doim uchrashinglar deyman, ishim ko'pligidan nuqul o'zim keyin yo esimdan chiqib ketadi, yo vaqtim bo'lmaydi, asosan vaqtim bo'lmaydi-yu. No, shu safar yaxshilab yondashaylik shu ishga va bitta uchrashuv haqiqatda tashkil qilaylik. Вообще-то sizlar bilan shanba kuni ko'rishaman. Shu SMS yozgan qizni shanba kuni atmetka qilaman hozir. Intriga bo'lib qolsin va Xudo xolasa o'shanda shu narsani gaplashaylik o'tirganimizda. Imkoniyat bo'lishi bilan boraman yugurib, chunki o'tda kafe ochganimizdan biri har doim aqlim o'shatdi va borib rosa nimalardir qilgim keladi. Men bitta qo'limni, oyog'imni tutib turadigan narsalar bo'lmasa edi, bugunoq ketib o'rargan bo'lardim, ya'ni. No, bugunoq keta olmaganimga qaraganda eng qisqa zamonda borishga harakat qilaman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh tinch totuv turk kuyovimiz bilan ahil yashayotgandirsizlar, chunki ahil yashayotganlarning soni juda ham kamayib ketyapti, afsuski. Ham urushgan, talashgan, eri bilan ajrashgan, o'qigan, bo'qigan nimalardir bo'lyapti, ko'p eshityapman. O'shaning uchun agar inshaalloh baxtli bo'lsangiz, men siz uchun juda ham xursandman. Istanbulda o'zbekcha beshikni Bashakshehir taraflardan topib olsangiz kerak. Eng ko'p o'zbeklar o'sha yerda yashashadi. Atak qayerdadir sotadi yoki mana men bilada bor deya olmayman. Meni o'zimda bor edi, lekin Dilnozga berib yuborganman. Keyin Dilnoz nima qilgan bilmayman uni-yu. O, Yusuflar tug'ilganda menga ham bitta o'rtog'im, rosa yaqin o'rtog'im Farg'onali Aziza. Rosa yaxshi ko'raman o'sha qizni ham.
mavzu o'zgarib ketmasin. Xullas Aziza menga olib kelib beruvdi, lekin Yusuf o'tda yotsa yig'lardi faqat. O'shaning uchun yotqizmaganman. Shu bilan Dilnozni qizi tug'ilganda unga berib yubordim. Esmanur ham yotmagan, u ham yig'lardi. Qanaqadir bilmayman, o'rgata olmadim bolalarim beshikka. Onlayn darslarni hammasini har xil platformalardan olamiz. Buning uchun bitta sistema hozir tayyorlayapman. Lekin haqiqatda tayyorlayapman bu safar. O'zi video olgan edim, keyin qarasam video umuman tushunarsiz. O'shaning uchun men tushunaman, lekin uni bir ikkita tanishlarimga jo'natsam uncha tushunishmadi. Baribir men o'zim onlayn telefon qilib, anaqa qilinglar, mana qilinglar deb turdim, yoki Toshkentga borganimda o'sha prilojenelarni o'rnatib, darslarni sotib olib berdim. Tushunmagan odamga sal qiyinroq bo'lar ekan boshida. O'shaning uchun o'sha anaqam tayyor bo'lsin, shu yerda e'lon beraman, keyin anaqa qilasizlar. O'sha orqali dars olasizlar, xudo xolisa. Buni yozganimizga, ya'ni savollar bormi deb men yozganimga savollarimni unutib qo'yaman deb siz yozganingizga ham ancha bo'ldi. O'shaning uchun agar esingizda bo'lsa yozib oling, gaplashamiz. Savollaringizga qisqacha qilib javob berishga harakat qilaman. Ha, bizda ham bo'lgan, afsuski. Juda ham katta разочарование bo'lgan. Bu xiyonat emas, xiyonat deb o'ylamanglar. Hamma xiyonatmi deb yozgan edi bir paytlar. Yo'q, umuman boshqa narsa. Vashshi, umuman xayolingizga kelmaydigan narsalar-da, xullas. No, bu menga juda ham yomon ta'sir qilgan. Bu meni shunday yuragimni sindirganda, boshqa ayol yoki boshqa anaqalar emas, nima deydi? Axloq buzadigan narsalar emas, umuman boshqa. Men hayotda xo'jayinimdan kutmagan narsa edi-da. O'shanda men bo'ldi, ajrashaman, bunaqa bilan yashab bo'lmaydi deb o'zimcha qarorim oldim, lekin o'tirib, gaplashib, hamma narsani yo'lga qo'yib oldik, kelishib oldik. Обязательно o'tirib ikki yetishgan insonlar gaplashib olish kerak bu mavzularni ochiqchasiga. Turuzbek Shop kanalini aytayotgan bo'lsangiz, uni hozir ikkita singlim yurg'izyapti va hamma narsa jo'natib turibdi. Yaqinda ham bir tonna qilib zakazlarni chiqarib yubordi. Ularning orasida pilsos bor edi, dish tovoli bor edi, kosmetika va shunga o'xshagan narsalar bor edi. Kanalimizdan silkasini qoldiribman. Shu yerda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi, Xudoga shukr, davom etyapti. Malika opamga omonat qilib tashlab kelganman, Xudo xolisa. Men Toshkentga borsam, eringizdan ajrashdingizmi? Toshkentdan Istanbulga qaytib kelsam, kafeni yopdingizmi degan savollar beriladigan bo'lib qoldi. Ikkalasi ham joy-joyda turibdi, yaxshi ketyapti hammasi va yaxshi davom etadi inshaalloh deb duo qilamiz. Hozirgi vaqtda Turkiyaga ko'chish variant emas, ya'ni variantni ko'rmaylik, chunki juda ham qiynalib ketasizlar. Birinchidan dokument bermayapti. Yo'q, naqd 200 ming dollarimiz bor uy olishga yoki 400 ming dollarimiz bor fuqarolik olishga desanglar, unda kelinglar, ozgina bo'lsa ham og'iringlar yengil bo'ladi. Lekin kelib arenda kvartira siymat qilib, keyin 3 oydan keyin sizlarga vид на жительство, ya'ni yashash uchun ruxsatnoma berilmasa, shuncha qilgan harakatinglar, shuncha qilgan rasxodinglar bir tiyin bo'ladi. Chunki turistik ikamet izni hech kimga berilmayapti. Ikamet izni bu yashash ruxsatnomasi. Va alaykum assalom, xayrli kech. Yo'q, men o'qishga kirish ishlari bilan shug'ullanmayman. Buning uchun maxsus anaqalar bor. Bu ish bilan shug'ullanadiganlar bor, o'shalarga yozishingiz mumkin. Lichkadan yozing, tashlab beraman kimga murojaat qilishingiz mumkinligini. Keyin Nargiza xolasi mana shu qizni eng qiziq savolini so'ragan ekanlar. Savol demiyu, bitta narsani aytib bermoqchiman. Toshkentdaligimizda bu qizchani to'yga olib borgan edim. Birga to'yga borganmiz va o'sha yerda mendan so'ragan. Men erga teganimda, meni to'yimda sen qarib qolasanmi degan. Endi qarsam kerak desam, qarimay tur, iltimos, meni to'yimda yosh bo'lib, chiroyli bo'lib yurishingni xohlayman degan edi. Jonim o'zim. Buni qilmani yosh ko'rinishimni xohlaydi. Ayshali, maymuncha bu. Xullas, masha hech esimdan chiqara olmaydigan anaqa bo'lgan. Yana to'y atmosferasi,
juda ajoyib bo'lgan xullas. Qolgan SMSlarni ko'pi qachon YouTube'ga retsept qo'yasiz, qachon retsept olishni boshlaysiz, sizni yaxshi ko'ramiz, sizga baxt omad tilaymiz degan SMSlar ekan. Hammaga kattakon rahmat. Endi retsept masalasiga kelsak, sal qiyinroq. No imkonsiz hech narsa yo'q. Bilmadim. Alloh xohlasa duo qilinglar. Balki olishni boshlarman, o'sog'im keladi, lekin o'zimcha studiyalar ham qildiruvdim, yotibdi shundoq. Ko'p narsalar oldiruvdim o'tga. Zo'r sharoitlar qildiruvdim. Jonim. Bir de sen çok tatlısın. Voy voy ey. Annelerin güzeli. Voy annelarning go'zali. Juda go'zal dey. Bu sani ko'zingda go'zal.